Mana ota-onam aytishardi, bir odamniki borsang 4 ta dona non ko'tarib bor. Nega? 4 ta nonni har bitta nonni ustida 360 ta oyat yotar. Bir nonni ustida 360 ta oyat. Bu deganiki, non shunaqa azizki, har qanday insonni uyiga olib borsangiz, mehri qattiq inson ham haligi nonni yumshoqligidan siz bilan yumshoq muomalada bo'lar ekan. Non shunaqa azizki, ikkita odamni bir-biriga bog'lashda juda bir katta rol o'ynaydi. Ham odam aytardilar, Qur'onni ustiga nonni qo'ysa bo'lar ekan. Nonni ustiga Qur'onni qo'yib bo'lmas ekan. Qarang, odam nega buni men keyin mana shu ma'nolarni yetib chiqsam, non aziz deb, non rizq. Nonni yeb hammamiz kunimiz o'tadi. Butun dunyo millatlari, butun yer yuzida non yeydigan millat bormi? Yo'q. Hamma millat yeydi. Agar ustoz ko'rmagan shogird ham har tomonga yo'lg'alar. Hozirgi men yolg'on gapirolmayman, ko'p xonandalarimizga men bitta bir xil payt savol beraman. To'yga bormay xizmat qilamiz. To'ylarga borib yetishi bilmaydigan xonandalar bor. Lekin to'yda rasmida biz yoshligimizda to'ylar bor, kishini yetishi rosa o'rgatilgan birinchi bo'lishi. To'ylar borgani birinchi bo'lib menga o'qitniki, ana to'ylar borib yetishmasam, sen mana bu to'yni yursan, to'ylar borib yetib beradi. Sayyot.com. Keyin ustozlardan qaysi qo'shni bilasan? Seni Ma'murjon Zoqibkidan bilardim dedi. Jonon bo'laman deb men aytaman. Ana o'sha jonli ijroda, o'sha paytlarni ko'zim oldidan ketmaydi. Soatlab ashula aytardi. Xizmat qilib bo'lib kelib, ustozimga menga palonsin berasiz yoki menga pismalonsin berasiz. Menga agar palonsin bermasangiz, men siz yoningizda ishlaytaman demasdi. Bilib turibsiz, nemat qilyapti. Shakmidi o'sha yerda qanaqadir bir o'zini ma'ni jahl ustida so'kinish. Sardor, endi nima deydi? Siz bilardingiz shu video tarqalishini baribir kun keldi. Hamma biladi-ku. Rast nima aytdim bo'li san'atkor. Tarqaladi shu. Men ham bitta o'zim ishlamaga kuchim yetmasin. Hamma uni urush tashiydigan, uni urib tashiydigan kuchim yo'q. Hamma payt mast holatda bo'lganman. O'zi yuragim siqilib, o'sha G'azarbostonga to'yga chiqqan edim, to'yda qornim ochib, to'yda bilasizlar, har xil odam bo'ladi. Har bir odam bilan aloqaga chiqasiz, har bir odam bilan muloqot qilasiz. O'sha yerda to'yda bir odam meni quchoqladiki, shu qulog'im orqasini shunaqa yezdi, o'zi operatsiya bilan qulog'im orqasi. Shunaqa og'ridi, jonim og'riganda, shuna ko'zlarimdan iskiri chiqib ketdi o'sha kun. O'zi ovqat yemaganmiz. Bilasizmi san'atkorlarning ko'pini ovqat yeyish tartibi o'zida emas, o'z o'rnida emas. Bizga masalan hamma zavtrak, bemalol siz zavtrakni 12:00da qilamiz. Ertalab 8:da 7:da turib zavtrak qila olmaymiz. Ham shu kun taom yegan chiqqan joyimda, shu Chinorda yerda mesli bolalar bor edi. Men ularni tanimayman. Misol, vaqtni ko'rmaganman. O'shalar bilan o'zi mojaro bo'lib ketdi. Men ular bilan mojaro bo'lganda men o'zimning kuchim yetmaganidan shu o'rgin xodimlaridan yordam so'ragan edim. Men yordam so'rashga tushganman o'sha. Siz murojaat qilgansiz. Murojaat qilib yordam so'rab tushgan edim. Men mastligimni ko'rib, meni o'zimga bo'lib ketdi degan, men o'zimga har xil shaxsiyatga tayyorlagan, har xilani bo'ladi-ku, yerda kelishmovchilik deydimi, tushum bo'lgarchilik deydimi. Shunaqa darajada bo'lib ketgandan keyin men shunaqa darajaga qoldimmi deb, endi meni ham so'kish kimda bo'lmaydi, mas bo'lganingizdan keyin, masalan, menda to'g'risi, 2 marta satrasangiz u ham o'zi ichish mumkin emas. Lekin yuragim, g'azabim to'lib ketdi, shu kontrolga qolgan payt. Kerak emas demani, hozir masalan nima, meni televizorda ko'rgani yetmaganda nima bor, uni telefonga yozib olib, meni ustimdan kulishmi? Yo men o'g'ri emasman, yo men terrorist emasman, yoki men Alloh asrasin hizb tahrir emasman, vahobiy emasman. Meni shu namoz o'qishim ham shu ota-onamning duosini olib Makkaga borib kelganman. Xudoga shukr, umralar qilib kelganmiz. Shu namoz o'qiyman, nimaga namoz o'qiyman? Xudo meni kechirgin, bilib bilmasdan qilgan xatolarimni. Bilib bilmasdan qilgan gunohlarimni kechirgin deb namoz o'qib yurardim. Hozir namoz o'qishga ham vaqtim yo'q. Lekin men ichki ishlar boshqarmasiga yomonligim yo'q. Men lekin ularga yomonlik tilab yoki men ularga bir zulmim bo'lib yoki men ularga bir g'arazli niyatim bo'lmagan. Shu paytgacha ne ko'rdim xodimlarning xizmatini qilganmiz. Lekin hali hech kim bilan bunaqa darajaga sanmanga bormagan. Meni tanib turib, bilib turib, meni bunaqa darajada bo'lib ketishini men o'zim
Hayolimga kelmagan narsa bo'lib ketdi-da. Men qamalib chiqibman, borib uzr so'radim. Uzr, men sizlarni agar xafa qilgan bo'lsam, dilinglarni ortgan bo'lsam, kechiringlar meni. Beayb Parvardigor, meni aybim bor, shu kuni ichganim meni aybim. İçmaganimda men odamlarga murojaat qilmasdim. Mencha o'zimni agar ichlik emas bo'lmasam, men o'zimni holimda bo'lsam, juda yaxshi o'zimni kontrolimda bo'laman. Nimaiki o'sha mamlakat avvalidan keyin, mamlakat gap so'zlardan keyin orqamda nima gaplar chiqib ketmadi. Narkoman ham deb ko'rishdi, Shiravoy ham deb ko'rishdi, o'ldi ham deb ko'rishdi. Oxiri shunaqa darajaga keldiki, alkashga chiqa qolaylik dedik men. Oxiri alkash. Namozxon xizmat tahrirlar deb ko'rishdi. Unaqa emasdik. Men unaqa Abdulla emasman, men Abdullohman. Shu Xudoning yo'lida shu odamlarning hojatini chiqarsin. Odamlarga qo'limdan kelsa yaxshilik qilsin. Bir xilliga o'xshab topgan pulimni masalan men inqir-chinqir, sinqir-minqir, qing'ir qilishni yo'lga ishlatmayman. O'zimni ishlatadigan oilam bor, o'g'lim bor. Oldin hech keyin darvesh deydi, o'zimnikilarga qilaman. Orttirsam avvalo Xudo uchun nogiron bolalarni otalib qolganman. Xabarimiz bor. Shu orttirsam shularga qilaman. Ishonasizmi? Ana stavka deydi-yu, narx-navo deydi. Men shu paytgacha stavka qo'ymasdim o'zimga. Nima falonsin bersa boraman, yo'q qismadonsin bersa xizmat qilaman demasdim. Sharoitiga qaraydim. Bir kun meni oldimga ko'proq kuyov bolalar o'zi keladi yoki onalar kelishadi. Bolam masalan niyat qilganman, balon yildan beri. Bu orzu havosli narsa to'y qasham. Urf-odatimizning biri bu. Butun odamzod yashirganki, orzu havos qilib, bir tinglab yig'ib, boriga yashab, yo'g'iga ko'nikib, orzu havos qilib to'y qiladi. Masalan, haligi to'y qiladigan kunda arzimagan vaqtimiz bor. O'sha payt masalan borsiga ham o'tadi o'sha kunimiz, bormasiga ham o'tadi. O'shaning uchun ham boradigan sharoitimiz bo'lsa, men yo'q demayman. O'zgartlarimni aytaman, yonimda bolalarga. Yo'q demalar. Yo'q deding, bu nazardan qolish boshlayveradi. Yo'q dedingizmi, bir odam ranjib ketdimi, u odamni dili og'rigandan keyin nima bo'ladi? Yaxshilik olib kelmaydi albatta. O'tdi bu ish uchun men o'zimni jazoimni ko'rdim. Lekin men militsiya xodimlarini hech qachon ko'rsam, sizlarga rahmat deyman. Mana hozir shu paytda organ xodimlarini men o'sha ish Bo'stonda bo'lgan bo'lsa, men butun Toshkentning organlari bilishadi. Hammaliga rahmat deb yuraman. Agar organ bo'lmasa, odamlar bir-birini go'shtini yeydi. Lekin hamma kasbda ham yaxshisi bor, yomoni bor. Hamma kasbda ham bor. Hamma kasbda hamma zo'r deya olmayman. Xalqdan ham agar shu organ xodimlaridan ham men uzr so'rayman. Sardor, men o'shanda shu o'tirgan kunim o'sha yerda men o'tirganimda. Ota-onam bor ishtiyoqimda. Vaholanki men agar o'sha yerda men agar o'zim men shallaqligimni yoki bir qanaqadir bir nervisht qilganimni yoki g'azablanib ketganimni demasangiz, o'zim men unaqa bola emasman, to'g'risi. Lekin men ichki ishlar boshqarmasiga men o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat, meni shunchalik tarbiyaga tortib, meni shunchalik qilgan ahmoqligim uchun men jazolandim. Men bunga yarasha mayli bu dunyoda ko'rdim zulmimni. Zulmimga yarasha yoki birovga bo'lgan yomonligim uchun men ko'rib chiqdim. Men xalq yuziga oyoq qo'yadigan bola emasman. Lekin meni tarbiya unaqa darajada sust yoki unaqa darajada beparosat tarbiya olmaganman. Hamma narsaning ham me'yori bor, hamma narsaning ham o'rni bor. Men shunda shu paytgacha ota-onam yig'lashmagan edi men qildim. Mana shu safar yig'lashdi ota-onam. Men hammaga rahmat. Menga shitim nima qilgan bo'lsa rahmat, rahmat. Nima niyatda qilingan bo'lsa rahmat, ming marta rahmat. Lekin meni ota-onamning ko'z yoshi meni butun umr meni yuragimda qoldi biraz. Shu ishdan keyin shunaqa kun bo'ldi meni. Xohishonmang, o'zim bir narsa qo'ydim. Lekin shu ota-onam yana yig'lab qolishini ertaga ota-onadan keyin qolishimizni so'rashadi har doim farzandimizlar orqamizda qolsin deb. Shunaqa darajada bo'ldiki, jonimdan to'yib ketgan kunim bo'ldi. O'zi ichkarida shu o'tirganimda jonimdan to'yib ketdi. Mana shu ahmoqligim uchun shunaqa bo'lgan bo'lsa, bundan buyog'iga mana shu ahmoq ham bo'lmay qo'ya qoling yer yuzida. Shunaqa qarorga oldi. Lekin yaxshi astag'firulloh aytdik. Ey Xudo o'zi adashtirib qo'yma. Shu keldimi? Haligi rubobga shunday joylashdi, birovar aytdi, to'xting, bitta qaytaring. Yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab, bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan.
Seni o'ylab kechalarim bedorman. Bilarmisan go'zal yarim, bilarmisan. Bo'ldi. Shu boshqatdan qaytaring dedi Tolib yana Bobur Umar kompyuterda yozdi. Yana o'tirdik pastim kengilariga. Layli bo'lsang Majnuningman, Kumush bo'lsang Otabekman. Sen uchun har narsaga tayyorman, bilarmisan go'zal. Shu yurakdan kelib chiqqan so'zda Bobur Umar she'ri deb aytganmiz. Bo'lmasa bu g'oya o'zimning ichimdan kelib chiqqan. Tayyor narsa, umumiy ijodiy jarayonda kechgan narsa. U birovga tayyorlan. U shular bilan o'tirib ijod qilingan narsa. O'shaning uchun ham yurakdan yaralgan narsa odamlar yuragiga kirib boradi. Ikkinchisi O'zbek momo. Ha uni mustaqillik maydonimizda yakras mustaqillik bayram arafasida shunga konsertga tayyorgarlik bo'layotganda Muhammad Yusuf uylariga borganman o'sha payt. Men Muhammad Yusufdan shaxsan meni o'zimga berardilar she'rlarni, ularni yozib, men senga atargan. Men bu yulduzga atargan, men bu g'iyosga atargan deb olib qo'yardi, deydilar. Borsam, borgan o'sha yaxshi ko'rgan xonandalarga berardi. Muhammad Yusuf so'zlari sehrli desak ham bo'ladi. Qaysi xonanda shu Muhammad Yusuf she'rlaridan qo'shiq yaratgan bo'lsa, albatta o'sha qo'shiq mashhur bo'ladi. O'sha O'zbek momo farishtalar Fayzi og'am yuzlaringdan keldi duoga qo'l ochingdi O'zbek momo. O'shani ham shunda she'rga qarab yaratdi. sayyod.com Farishtalar Fayzi og'am yuzlaringdan arimasin quvonch endi O'zbek momo. Yursang oftob ergashadi izlaringdan. Kel duoga qo'l och endi O'zbek momo. Shunda she'rni o'qib tur bashlarga. Yo 7 marta o'lchab bir kez deyilardi-yu. Keyin men 7000 marta o'lchab bir kez derdim. Hozir 7 million marta o'lchab bitta kesadiganman. Ertaga Alloh huzuriga borganda hamma o'zini go'liga o'zi kiradi. Meni go'limga birov kirmaydi. Men birovning go'liga kirmayman. Hamma o'zidan o'zi savol javob qiladi. Alloh hamma bilan bitta savol javob qiladi. O'sha paytda bitta odam sizga yaxshi bir eng yaqin xolisolulloh Alloh yo'lida do'st bo'lgan, haqiqiy iymonli, e'tiqodli do'stingiz bera olarkan savobidan. Hattoki pushtkamaringizdan bo'lgan farzandingiz ham I'm sorry father derkan. Kechiring otaginam derkan. Hattoki ahli ayolingiz ham adajonisi meni savobim o'zimga yetadi, siz o'zingizga derkan. Kimga osilishingizni bilmas ekansiz. O'shaning uchun bu dunyo foniy dunyo, bu dunyo yolg'onchi dunyo, bu dunyo arzonchi dunyo. Neni hokimliklardan, neni xonandalardan, neni mashhur insonlardan qolgan dunyo bu dunyo. Bizdan oldin ham neni olim ulamolar kelib ketishmadi bu dunyo. Yetolmay bu davrga nechik zotlar kelib ketgan. Bu davron deydi. Shunaqa davr kelib qoldi. Oldin bunaqa zamon emas edi. Hozir zamonamiz shunaqa rivojlanib ketdiki, texnika zamonasi kirib keldi. Hozir hazillashib gapirsiz, bitta gap gapirsiz, bitta telefonga 20 ta gap qo'shib qo'ysa bo'ladi. Yoki bir kompyuter degan bir shunaqa bir narsa chiqqan, o'zingizlar hammamiz yaxshi bilamiz. Kompyuterda yo'q ovozni ham bor qilishi. Bir xil xonandalarimiz bor, ashuni aytishni bilmaydi. Men o'zim ham bir xil telefonlarda ko'rsam, voy deb qolardim, tavba qildim, yolg'on ko'rganing oldinga keladi deydi. Neni xonandalarni ko'rmadim men ham telefonlarda. Neni san'atkorlarni ko'rmadim telefonlarda. Neni xalq artistlarini ko'rmadim men ham telefonlarda. Lekin hozir kunda men global tema bo'lib qoldim. Mayli, nima qilasan? Shunaqa ekan, peshanamda bor ekan, nima qiling? Peshaningga yozganidan qayrilmayor, jonim chiqar qo'shiq aytsam, ayrilmayor. Avvalambor meni atrofimda turgan, meni qo'llab-quvvatlab turgan bu xalq. Men hammada masalan agar o'sha mana shu kadr orqali kim mendan dil ranjiyotgan bo'lsa, men 1000 milliard martalab uzr so'rayman. Lekin meni to'g'ri tushunsin. Men ham avliyo emasman, yo pir emasman, yoki payg'ambar emasman. Men ham bir bandaman. Men masalan ichki ishlar boshqarmasidan ayb qidirmayman. Ayb bu odam o'zidan qidirish kerak. Ayb o'zingda. Birov yomon deyishdan oldin odam o'zini ham bilish kerak. Mayli. Ayb menda. Xalqimiz tinch bo'lsin. Tinch mamlakatda to'y bo'ladi. Men qaysi mamlakatga borsam hamma havas qiladi-ku o'ziga xalqiga. Nega? Bizning xalqimiz mehmon do'st xalqda. Haqiqatan bekorga islom dinining markazi O'zbekiston deb tan olishmadi. Bekorga emas bu.
Nega Arabiston bo'lmadi? Nega bir Pokiston bo'lmadi? Nega Eron bo'lmadi? Nega bir boshqa bir Malayziya yoki bir Italiya bo'lmadi? Nimaga O'zbekiston bo'ldi? Bu O'zbekiston Imom Ali Buxoriyning yurti, Temuriylarning yurti. Bizdan ulug' olimlar chiqqan, butun dunyoni menman deganlarni, butun dunyoni aqllilari shu o'zbek millatidan chiqqan. Biz iftixor bilan yursak bo'ladi, g'urur bilan yursak bo'ladi. Bunga shubha yo'q. Endi kim bu dunyodan to'ppa-to'g'ri ketgan? Hech kim. Adashadi, ko'ram qassasini yo'qotadi.